ona bo'lish qiyin. Ona bo'lish qiyin. Birovni bolasi bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Kimnidir aka, uka, opa, singil, umr yo'ldoshi bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Nega? Tug'ilgan kun bor-u, tuqqan kun yo'q. Nega? Tug'ilganlar uchun uzoq umr tilashadi-yu, tuqqan uchun duo ham qilishmaydi. Nega? Tug'ilganlar uchun qozonda osh damlashadi-yu, tuqqanlar xizmat qiladi. Haqiqat bu emas. Biz tug'ilganligimizni bilamiz-u, lekin qanday tug'ilganligimizni bilmaymiz. Biz katta bo'lganimizni bilamiz-u, ammo qanday katta bo'lganimizni bilmaymiz. Buni onalar biladi.